Assalomu alaykum. 6-may holati qulupnaylarimizning kattaliklari qo'lni to'ldiradi. Xo'jaylarimiz bir 4-5 marta terim qilindi. 4-5 marta terim qilindi. Shuna keyingilari birinchi uzilgan mevalar juda katta bo'ldi. Keyingilari ham mayda emas. Ancha yaxshi. Mana ko'chatlarimizning barglarining uzunligi bir 40 santimetrlar bor. Ancha o'sgan mana. Mevalari. Bu taraflari ham juda ajoyib holatda. Maşallah. Allohga shukr, juda hosildorligi juda yuqori, Xudoga shukr. Tomonlari ham oralarida ham bor. Umumiy holati barglarimizning holati mana shunday. Hasharotlar tushgani yo'q. Xudoga shukr, sog'lom barglar. Bitta ikkita mana shundaylari ham bor. Vitamin yetishmovchiligi. Shu barglarning hosildorligi. Maşallah. Yiriliklari ham yaxshi. Deyarli har kun terim bo'lyapti. Bir tekis mevalarimiz. Mana qulupnay yetishtirish bo'yicha qulupnayga qiziqqanlar, nima savollar bo'lsa, kommentariyada savollaringizni bersalaringiz, xudo xolasa keyingi videolarda javob berishga